Bitta opamiz yozibdilar, judayam besabrmiz. Ilgarigi odamlarda sabr, matonat judayam kuchli edi. Shu yozganlarga bir voqea esimga tushib ketdi. 7-8 yoshli bola bo'lsam kerak, adashmasam, ammamlarnikida iftorlik bo'lgan. Bir uy bolamiz, sho'xlik qilib, to'polon qilib, xullas hamma yoqni dabdala qilib o'tiribmiz. Shu tokchada daftarcha bor ekan, shu daftarchani olaman deb devor tomonga oyog'imni uzatganimni bilaman. Sholchani tegidan chayon chaqqan. Endi tasavvur qilinglar, bir uy bola, mani chinqirig'imga hamma bola eshigi ochib, to'polon, baqir-chaqir, kattalar hayron, nima bo'ldi ekan? Kimga nima bo'ldi? Qarashsa, yerda loyga qorishib yotgan ekanman. Keyin bilishgan chayonligini. O'zi ham shu erta bahorda bo'lgan voqea bu. Katta sariq chayon edi. Xullas, aytmoqchimanki, ota-onam doktorga olib borishgan. Ukollar qilishgan, boshqa muolajalar qilishgan, ertalabgacha uxlatmagan o'sha chayonni zahri. Ertalabgacha uxlatmagan. O'zi endi baribir 7-8 yoshli bola bo'lsam ham, katta bola bo'lsam ham, shu ozgina esimda bor, ming'ir-sing'ir qilib, shu dardga chiday olmasdan ota-onamni rosa bezor qilganman. Lekin shunga qaramasdan ertalabgacha na otam, na onam bir og'iz bo'ldi, ovozingni o'chir, katta yigit bo'lib qolding, ming'irlamagin, chakagingni o'chir, charchatib yubording, boshqa qilding, bir og'iz shunaqa deyishmagan, bir og'iz. Sabrning, muhabbatning yuksak namunasi.